أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlayacağınlar Ustaz Şeyh Salih İbn Fevzan'ın Tevhid kitabı. İkinci bab Tevhidga zid keldigan ve onuga nuqson yetkazadigan söz ve hareketler. İslam'a karşı bo'lgan guruhlarga ve cahiliyet tarafdarlarga mensup bo'lishning hukmi to'g'risida. Birinchi, kommunizm, kapitalizm, dinni hokimiyatdan ayirib hisoblaydiganlarga va undan boshqa har qanday kuffar guruhlarga mensup bo'lib, ularning tarafini elish islom dinidan chiqqanlik va kofir bo'lganlikdir. Kommunizmni yoqlaydigan, kapitalizmni yoqlaydigan, din boshqa, davlat boshqa, davlat dinga aralashmaslik kerak, dinmi davlatga aralashmaslik kerak deydigan bundaq iqimlarga o'zini mansub qilish islom dinidan chiqib ketishdir. Yuqorqidek iqimlarga mansub bo'lib turib, lekin musulmonlik da'vosi qildigan o odam cho'ng nifoqni sodir qilg'uchi munofiqdir. Chunki bir qalbda ikki zid e'tiqod mavjud bo'lib turolmaydi. Munofiqlar hamisha o'zlarining musulmon ekanliklarini og'izlarida so'zlab qo'yib, ichki jihatdan kuffarlar bilan bir saptidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlar haqida mundaq degan: Munofiqlar mu'minlar bilan uchrashganlarda biz iymon etdik, biz sizlar bilan birga, biz musulmon deyishidu. Ammo munofiq katvoshlardan bo'lgan shaytonlar bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birgamiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Yana bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi: Ular, ya'ni munofiqlar sizlarga hodisa kelishni kutadi. Ya'ni musulmonlarga falokatchilik kelishni kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik deydi. Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, kofirlar kuchlansa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi? Biz sizlarni qishinglarda edik deydi. Munofiqlar aldamchi maxluqlardir. Ulardan har birining ikkidan yuzi bor. Biri mu'minlar bilan ko'rishadigan yuzi, yana biri o'zining kuffar katvoshlar bilan ko'rishadigan yuzidir. Ularning ikki tili bor. Biri tilining uchidagi musulmonlikni so'zlasa, yana biri qalbidagi kofirlikni so'zlaydi. Ular tillarining uchida Qur'on bilan hadislarni tasdiq qilsa-mu, qalblarida inkor va masxir qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ular mu'minlar bilan uchrashganda biz iymon etdik deyishdi. Ammo shayotinlari, ya'ni munofiq kattoboshlar bilan yolg'iz joyda topishgani bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birgamiz, faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxir qilamiz deydi. Mana bu ikki yuzlik munofiqlarning alomati. Munofiqlar haqning qaysi tarafda ekanligini bilib turib, Qur'on sunnatning ruhiga agishib, xursand bo'lishning o'rniga uningdan yuz o'rib, mu'minlarni past ko'rib, ularni masxir qiladi. Munofiqlarning shariat va uning ahlini masxir qilishda ching turganlikdan ularning haqiqat oldidagi takabburligini ro'shan ko'rib olg'ili bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Munofiqlar mu'minlarni masxir qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni
gumrohliklarda qo'yib berdi-ki, ular tangir qilgan holda nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bilolmay o'tib ketadi. Alloh taolo musulmon jamoatlar bilan birga bo'lishni buyurib mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, rostchilar bilan birga bo'linglar. Ya'ni mu'minlar bilan birga yashanglar, kofir munofiqlarga yaqin kelmanglar." Yuqoridagi guruhlarning hammasi botil ustiga qurilgan guruhlardir. Kommunizmchilar Alloh taoloning mavjudligiga inkor qiladi. Barcha samoviy dinlarga dushmanlik bilan qaraydi va butun dinlarni inkor qiladi. Ular aqlga yo'linib, e'tiqodsiz yashashga rozi bo'ladigan va azaldan sabit bo'lib kelgan keskin haqiqatlarga inkor qiladigan maxluqlardir. Din bilan davlatni ayirib o'tadiganlar bo'lsa, dinni kishilarning hayotidan ayirishni maqsad qiladigan aldamchilardir. Din faqat masjidlar bo'lsa bo'ladi. Din faqat insonlarning o'ziga xos, ammo jamiyatga aralashmaydi, davlatga aralashmaydi deydi. Yuqoriqilardan qaysi biriga o'zini mansub qilgan va ularning yo'lini to'g'ri deb chin e'tiqod qilgan odam islom diniga kofir bo'lgan odam bo'ladi. Kapitalizmchilar bo'lsa, halol harom farqlarini ayirmasdan qaysi yo'ldan kelsa mol dunyo yig'ish, faqirlarning, yetim yesirlarning va jamiyatdagi ojizlarning qinini so'rash ustiga qurilgan shafqatsiz jamiyatdir. Ularning iqtisodiy manbaining asosi Alloh va Allohning rasuliga urush etishdan iborat bo'lgan jazonxo'rlikdir. Jazoni shaxs va davlatni halok qiluvchi, shundoqla yo'qsil insonlarning qinni so'raydigan asosli omillarning biri bo'lib, sog'lom aqli bor bir inson mazkur ideologiyalarning qurboni bo'lib hayot kechirishga hech qachon rozi bo'lmaydi albatta. Batil guruhlar ko'plagan musulmon jamiyatlarini egalladi. Uning natijasida musulmonlar sog'lom e'tiqod va to'g'ri islomni yo'qotdi. Yoshlar iymonsiz, irodasiz va vijdonsiz bo'lib yetishib chiqdi. Mana bu yuqoridagi batil e'tiqodlarning mahsulidir. Islom dinidan yiroqlab ketishning mahsulidir. Ikkinchi, jahiliyat tarafdorlariga va irq firqi tufayli musulmonni musulmondan ayiradigan asabiy millatchilikka mansub bo'lishmi ayrim bir kufrlikdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, ya'ni Odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. Hammanglarning otasi bir, onasi bir. O'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va nurg'un irq qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Musulmonlar orasida kishilarni asabiy millatchilik, qabilavozlikqa chaqiruvchilar bizdan emas, ya'ni islom dinidan emas. Musulmonlar ichidan asabiy millatchilik uchun urushganlar bizdan emas va millatchilik muddaosi bilan boshqalardan nafratlanganlar bizdan emas." Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Alloh haqiqatan sizlarni jahiliyatning tor millatchiligidan va nasabdan faxrlanib boshqalarni xur ko'rishdan pakladi. Insonlar faqat taqvodorlik yoki isyonkorlikdan iborat ikki narsa bilan bir-biridan farqlanadi. Taqvodorlar Allohning nazarida eng hurmatli kishilardir. Osiylar qadrsiz insonlardir. İnsanların hammasi Odam alayhissalomning farzandlaridir. Odam alayhissalom tuproqdan yaratilgandir. Arablarning arab emaslardan, ya'ni boshqa millatlardan hech qanday ortiqchiligi yo'q. Musulmonlar orasidagi ortiqchilik faqat Allohga bo'lgan taqvodorlik bilan o'lchanadi. Birining arab bo'lishi, birining uyg'ur bo'lishi, birining boshqa bir narsa bo'lishi
Allah'ın dərgahidəki hürmetini düşürtənməydi. Kim Allah'tan qorxub təqvadarlıq qıldı ikən, onun milletindən buluşdan qəti nəzər Allah'ın dərgahida o üstündür. İslam milleti çoğ bir aile. Ular özara qarindaşlardır. Ularning milleti, tili, rengi, irqi və yurtları sürüştü qılınmaydı. Müslümanlık ularning eng ayrılmaz riştisidir. Müslümanlar arasındaki milletçilik, qabilevazlık ve yurtvazlık qatarlıq selbi ayrımçılıklar ularning birlikini parçalaydigan yaman amildir. Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanlarni ular qaysi millet ve qaysi qabileden bulmusun özara birleşki çağırdı. Bölünüşni cinayet, günah dep sanaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hemminglar Allah'ın dinine mahkem yapışınlar. Ayrılıp ketmanglar. Allah'ın dininde qarindaşlar bulunlar. Allah'ın sizlerge bergen nimetlerini eslanglar. Öz vaqtida sizler özara düşman edinglar. Allah dilinglarni birleştirdi. Allah'ın nimeti bilen, yani İslam dini bilen özara qarindaş buldunglar. Sizler dözaq çukurlarının girvekide edinglar. Allah sizlerni İslam arkalı onundan qutquzdu. Sizlerning hidayet tepişinglar için Allah ayetlerini sizlerge mana shundaq chiroyli bayon qiladi. Allah Teala Müslümanlarning birli partiyaga mansub bo'lishini xohlaydi. O bo'lsa-mu Allah'ның partiyasidir. Allah'ның partiyasiga mansub bo'lganlar har qachon azizdir. Allah'ның yordami va nusrati hamisha ularga xosdir. Afsuski, İslam dünyası G'arbning siyosiy va kultur buhronining ta'sir harpisida asabiylik millatchilikni qechishga bo'lmaydigan bir haqiqat deb e'tirof qilib kelmoqda. Shundaqla o'zlarini xolis Allohning diniga mansub qilolmay, eg'izlari tavhid kalimasini o'qisimi, ko'ngillari boshqalarga mansub bo'lishdan butunlay ozod bo'lolmagan holatda yashamoqdadir. Hozirgi islom davlatlari hargizmi ulgulik islom davlatlari hisoblanolmaydi. Bular tar millatchilik ustiga qurilgan davlatlar bo'lib, hammasi o'zlarining islom prinsipiga qurilgan davlat ekanliklarini eg'izlarda da'vo qilishidi. Amaliyotda bo'lsa bu davlatlar va ularning hokim mutlaqlari islomdan shunchalik yiroqki, shu sababdan bular kuffarlarga biqindi bo'lib o'z erkinligini yo'qotgandir. Allah'ın haqiqiy müminlərə yardım qıldıqanlığı və onları himayə qıldıqanlığı şəksiz haqiqatdır. Muhammed Aleyhisselam başçılıqdakı haqiqiy müminlər Allah'ın bu vədisiga haqqıq bolğan və ona erişkəndir. Mahiyyətdə məzkur guruhlar haqiqatdan yüz örgücü insanlar üçün Allah onlara azab qılıb oturğa çıxarğanlığında heç şək yoxdur. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə mundaq deyən: Ey peyğəmbər, ularga aytqin ki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh alayhissalomning qavmiga pil egalariga avatgan azob o'xshash yoki ostonlardan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azob o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib bo'lib o'tib, urushga silib, biringlarga tettishga albatta qodirdir. Allohga tayininglar, Allohga qaytinglar. Peygamber Aleyhisselam mundaq degan: "Madamiki ish ustidagilar, ya'ni hokimlar Allohning kitobi bilan hukm qilmaydi ekan, Alloh ularni o'zaro bir-biriga mubtalo qilib qo'ydi, bir-biri bilan so'qishib bilan o'tadi." Mana dal hozirgi dunyo mana shu. Guruhbozlikdagi asabiylik haqiqatni qabul qilmaslikka elib boradi. Allah Taala Yahudilardagi bu sifatni bayon qilib mundaq deydi: Ularga, yani Yahudilarga Allah nazil qilgan kitobga, yani Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilgan kitobga, yani Tavratga iymon keltiramiz deydi. Undan keyin kitobga, yani Qur'onga ishonmaydi. Halbuki ular, yani Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiqlovchidir, yani Tavratni tasdiqlovchidir. İslam kelgandan keyinmi, jahiliyat davridagi ota-bobolarning yo'llariga taassublik bilan agishib,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan haq dinini yuz o'rgan jahiliyat ahlining ahvolini Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq bayon qiladi. Har qachon ularga, ya'ni Makka mushriklarga Alloh taolo payg'ambarga nozil qilgan vahiyga, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota bobolarimizdan qolgan dinga agishimiz deydi. Bu o'p-ochiq ozg'unlikdir. Xulos kalam shuki, yuqorida bayon qilingandek, botil guruhlarni ta'sis qilib, partiyalarni qurg'uvchilar Rabbimiz insoniyatga marhamat qilib bergan islom dinidan iborat muqaddas dinning o'rniga o'z ko'z qarashlarini qo'yishni xohlaydi. Bu intayin cho'ng ozg'unlikdir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hazır anglaydiganlar Ustoz Şeyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. 2 bob Tavhidga zid keladigan va unga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Halal haram masalalarini belgilash salohiyatini da'vo qilish to'g'risida. İnsanlarning e'tiqod, ibodat, muomala va uningdan boshqa barliq ishlarda o'zlariga rahbar qilib mangadigan, talash tortishlarni uning bilan bir taraf qiladigan shariat hukmlarini belgilash huquqi faqat Allohga xosdir. Alloh taolo insonlarning yaratquchisi va ularning mushkulotlarini hal qiladigan qonun sistemalarini loyihalovchi zotdir. Alloh taolo bu haqda Qur'oni Karimda mundoq degan: Ala ya'lamu man xalaqu. Yaratgan zot u insonlarga nimalarning foydali, nimalarning ziyonli ekanligini bilmamdi? Albatta biladi. Yana bir oyatda Ala lahul xalq val amr. Tabarakallahu robbul alamin. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostla Allohning ilkidir. U Allohning ishidir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Alloh taolo insonlar uchun nimaning foydali va nimaning ziyonli ekanligini obdan biladi. Rabb bo'lish salohiyati bilan u butun insoniyatning mushkulotlarini hal qilishga albatta qodir. İnsoniyatga adolat qonunlarini tushirgan. Bu qonunlarga hurmat qilish va uning ruhi bo'yicha ish ko'rish, kundalik turmushdagi mushkulot va masalalarni ilohiy qonunga, ya'ni islom qonuniga murojaat qilish orqali hal qilish har qanday musulmon uchun farz va Rabbiga qilgan bandichilikdir. Mohiyatda shariat qonunlariga amal qilganlikning foydasi insonlarning o'zlariga bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: Agar sizlar biror narsada ixtilof qilsanglar, bu to'g'rida Allohning kitobiga va payg'ambarning hadislariga murojaat qilinglar. Ya'ni hukmni Qur'on va hadisdan izlanglar. Agar sizlar Allohga va qiyomat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bundoq qilish sizlarga haqiqatan foydalidir. Natija itibari bilan nihoyat go'zaldir. Alloh taolo yana mundoq degan: Har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Ey Muhammad alayhisalom, ularga aytqinki, ana shu Alloh mening parvardigorimdir. Alloh qonun chiqarish ishida insonlarning o'ziga shirik bo'la olmaydiganligini jakarlab mundoq deydi. Ularning Alloh ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Dinda yo'q narsani paydo qiladigan ma'budlar bormi? Alloh bekitgan shar'iy qonunlarni ko'zga ilmay, uning boshqasiga rozi bo'lib, uni ko'nglidan qabul qilgan odam
Allohga shirik keltirgan bo'ladi. Dinda Alloh va uning payg'ambari bekitmagan narsalarni ibodat deb e'tiqod qilish bid'atdir. Bid'atning har qanday zalolatdir. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: kimki dinimizda yo'q ishni paydo qildi ekan, u rad qilinadi, qabul qilinmaydi. Yana bir rivoyatda kimki dinimizda yo'q amallarni ibodat deb qildi ekan, u qabul qilinmaydi. Siyosat ishlardimi Alloh va uning payg'ambari bekitmagan qonun tuzum bilan ish ko'rish jahiliyatning illatlaridir va dinga qilingan osiylikdir. Alloh taolo bu haqda mundoq degan: ular jahiliyat davrining hukmlarini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? Shundaqla halol haromlarni belgilashmi Allohning huquqidir. Hech kim bu ishda Allohga shirik bo'lolmaydi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: ey mu'minlar, Allohning nomi aytilmay bo'g'izlangan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Cho'qimki shaytonlar o'z do'stlari bo'lgan mushriklarni sizlar bilan da'talash qilishga vasvasa qiladi. Ya'ni qiziqtirdi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. Alloh taolo yuqorgi oyatda shaytonlarning haromni halol, halolni harom qilishdan iborat isyonkorlikqa agashgan odam Allohning g'ayriga itoat qilgan bo'lib, Allohga shirik keltirganlar qatoridan bo'lganligini bayon qiladi. Shuningdek, Alloh taolo halol qilgan narsalarni harom qilish va u harom qilgan narsalarni halol qilishga ba'zi manfaatparvar mollalar va zolim hukmdorlar bundoq odamlarga bo'ysunishmi Allohning g'ayriga itoat qilganlik bo'lib, shirik doirasiga kirib qoladi. Bu yerni takrorlayman. Alloh taolo halol qilgan narsalarni harom qilish va u Alloh taolo harom qilgan narsalarni halol qilishda ba'zi manfaatparast mollalarga va zolim hukmdorlarga bo'ysunishmi Alloh taoloning g'ayriga itoat qilganlik bo'lib, shirik doirasiga kiradi. Alloh taolo Yahudilar bilan xristianlarning azg'unlarini bayon qilib mundoq deydi: u azg'un insonlar o'zlarining diniy katvoshlarni, mollalarni va Maryam o'g'li Masihni iloh qilib oldi. Halbuki ular faqat bir Allohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo ularni shirik keltirgan narsalardan albatta pokdir. Imom Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilgan bir hadisda mundoq bayon qilinadi. Bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatimga yuqorgi oyatni o'qidi. U: "Ya Rasululloh, biz ularga, ya'ni ahli kitobning diniy katvoshlarga, mollalarga va Isoga cho'qinmaydik" dedi. Payg'ambar alayhisalom unga javob berib mundoq dedi: "Ular sizlarga Alloh harom qilgan narsalarni halol qilib bersa, sizlarmi ularni halol sangan va Alloh halol qilgan narsalarni harom qilib belgilasa, sizlarmi ularni qabul qilib harom sangan emasmi?" dedi. Bu vaqtda Ubay ibn Hatim: "Ha, shunday qilatdik" dedi. Halolni harom, haromni halol qilgan ulamolarga agishish Allohga shirik keltirganlikdir. Bu iymonga zid qiladigan cho'ng shirkdir. Mayli olimlar bo'lsin, mayli podshohlar bo'lsin, Allohning cheklaganlarini qilishga buyursa va Allohning buyurganlarini qilmaslikdan cheklasa, ularga bo'ysunish Allohga shirik keltirganlik bilan o'xshashdir. Chunki la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodatga haqliq bo'lgan zot yo'qdir, faqatla Alloh ibodatga loyiqdir degan tavhid kalimasining taqozosi harom va halolni belgilash huquqi faqat Allohga xos ekanligini iqror qilish bilan birga reallikda amal qilishni talab qiladi.
Halal va harom masalasida shariatga xilof hukm beruvchi olimlarga ergashish insonning tavhidini yo'qqa chiqaradigan bo'lsa, mulhid va kofirlar tarafidan o'tirg'i chiqarilgan musulmonlar jamiyatida umumlashayotgan, shundaqla mazkur qonun bilan hukm qilayotgan, uningga rozi bo'lgan kishilarning ahvoli qanday bo'lmoqchi edi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlaydılanlar Ustaz Şeyh Salih ibn Fevzan'ın Tevhid kitabı. İkinci bab Tevhidga zid qildigan va unga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Allohning shariati bilan hukm qilmaslik to'g'risida. Iymonning taqozosi bo'yicha musulmonlardan Alloh belgilagan hukmlarni qabul qilish, ularni ijro qilish va ijtimoiy hayot, kishilik turmushda, shundaqla kishilarning da'volarini so'rg'uvchilarning shariat ahkomlari bo'yicha ish ko'rishi talab qilinadi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Cho'qimki Alloh sizlarni omonatlarni o'z egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Yana bir oyatda: Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar biror narsa ustida ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida sizlar Allohning kitobi Qur'onga va payg'ambarning hadislariga murojaat qilinglar. Ya'ni Qur'on va sunnatdan hukm izlanglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishongan mu'min bo'la olsanglar, men mushuna qilinglar. Hukmda Allohning qonunini hukm qilinglar. Iymon bilan Allohning shariati orqali hukm qilmaslikning bir yeriga kelmaydiganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq degan: Ham iymon etadigan, ham Allohning shariati bilan hukm qilmaydigan ish yo'q. Iymon etgan kishi Allohning shariati bilan hayotida hukm chiqardi. Allah Qur'oni Karimda: Ey payg'ambar, sana tushirilgan Qur'on va sendan burun tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik. Davolagan aldamchilarni ko'rdingmi? Ya'ni biz sana nozil qilgan Qur'onga va sendan ilgariki payg'ambarlarga nozil qilgan kitoblarga ishondik deb da'vo qilguvchilarni ko'rdingmi? Ular ariz shikoyatlarini shaytonlarning oldiga epirib bormoqchi bo'ladi. Halbuki ular shaytonlarni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni qattiq ozdirishni xohlaydi. Ya'ni hukm chiqarishda shayton va shaytonning do'st birodarlari bo'lgan kofir va zolimlarga hukm chiqarishga berish bu iymonning ziddidir. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi: Ey payg'ambar, Rabbim bilan qasamki, munofiq bo'lganlar o'z orasidagi talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmagan qadar, andin sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'am bo'lsa-mu yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha haqiqiy iymon etgan bo'lmaydi. Alloh taolo yuqorqi oyatlarda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafidan elib kelgan din shariat ahkomlari bo'yicha hukm qildirmagan va shundaq hukm chiqarmaganlarning haqiqiy ma'nodagi musulmonlardan bo'lolmaydiganligini qasam bilan ta'kidlab aytgan. Alloh taolo musulmonlardan bo'lgan mas'ullar ichidan shar'iy hukm bilan hokimiyat tutmaganlarni kofirlar, zolimlar, fosiqlar degan istiloh bilan atagan. Alloh taolo Qur'oni Karimda kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Alloh nozil qilgan hukm bo'yicha hukm qilmaydiganlar zolimlardir.
Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fasiqlardir degan oyatlarda Allohning hukmi bilan hukm qilmaganlarni kofirlar, zolimlar, fasiqlar degan. Cho'qimki islom bo'linmas bir butun dindir. Allah Taala Qur'oni Karimda ey mu'minlar, islom diniga butunlay kiringlar. Ya'ni islom dinining bütün ahkomlariga bo'ysuninglar. Ba'zi ahkomlarga amal qilib, ba'zi ahkomlarni tark etmanglar. Allah Taala yana bir oyatda sizlar kitobning, ya'ni Tavratning yoki Qur'onning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarni inkor qilamsizlar. Ya'ni islom dinining ba'zi ahkomlarini ijro qilib, namoz o'qib, ro'za tutib degandek bu ishlarni qilib, hayotinglarda hukm chiqaradigan ishlarda nima uchun Allohning hukmini hukm qilmaysizlar? Nima uchun Allohning shariati bilan hukm chiqarishga unumaysizlar? Bu sizlarning Allohning dinining ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmaganliklarini ko'rsatib turadi. Bu haqiqiy mukammal iymon bo'lmaydi. Dini talash tartishlarda, olimlar orasidagi fiqhiy ixtiloflarda, kishilarning meros ishlarida, oila da'volarida, haq talab da'vosida va uningni boshqa diniy va dunyolik barliq ishlarda Alloh belgilab bergan shariat qonuniga murojaat qilish musulmonning taqozzosidir, musulmonlikning ham taqozzosidir. Shundaqla har qanday kishi o'zi agishib o'zi agishadigan mazhab imomining so'zlarini, fikrlarini va fatvolarini din faqatla mushu deb taassubli qilmasdan, uni shu mazhabning dinidan olgan tushunchasi yoki ko'z qarshi deb bilishi va uning Qur'on bilan sahih hadislarning ruhiga muvofiq bo'lganliklarini qabul qilish kerak. Qur'onga va sahih aqidaga, sahih hadisga muvofiq kelmaganlarni qabul qilmaslik kerak. Xususan, aqidaga aloqador bo'lgan masalalarda ularning so'zlarini, ya'ni olimlarning so'zlarini Qur'on va hadisga uyg'unlarini elish kerak. Agar uningga zid kelsa, chiroyliqcha rad qilish lozim bo'ladi. Bu mazhab sohiblarining, mazhab olimlarining hammasi ta'kidlagan so'zdir. Kimki o'z so'zlariga xiloflik qildigan mazkur imomga o'zini nisbat bergan taqdirdami ularga agashgan bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ular o'zlarining hibirlarini, rohiblarini, ya'ni yahudilar bilan nasoralarning diniy boshliqlarini, ulamolarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Yuqoridagi oyat faqat xristianlar haqidagi bayon bo'lib qolmasdan, balki ularning qilmishiga o'xshash ishlarni qilganlarga qartiladi. Ya'ni kimki Alloh va uning rasulining amriga muxolifatchilik qilib, jamiyatda Allohning shariatining g'ayri bilan hukm qildigan yoki o'z nafsi xohishi bo'yicha hukm qilsa, iymon va islom uningdan ado judo bo'lib ketadi. Hatto u kishi men mu'min degan taqdirdami, Alloh taolo uningga inkor qilib, iymon da'vosining yolg'on ekanligini bayon qiladi. Har qanday kishi kishilik turmush va ijtimoiy aloqador ishlarda Allohning kitobi bo'lgan Qur'on bilan payg'ambar alayhisolamning hadislarining asosiga qurilgan shariat ahkomlari bo'yicha ish ko'rish, turmush, ibodat, ma'siyat, ishlash, da'vo, haq talab qilish va boshqa barliq ishlarni shariat bo'yicha elib berish har qanday musulmonning iymoni burchi va haqiqiy mo'minligining nishonisidir. Allohning shariati bilan hukm qilmagan kishilardan iymonning cheklanishi, ya'ni iymonning bo'lmasligi, shariat bilan hukm qilishning Allohga bo'lgan chin iymon, aqida va ibodat ekanligini isbotlaydi. İnsanlar orasida Allohning shariatini yurgizish jamiyatiga tinchlik va xotirjamlik elib kelganlikdan tashqari, uningdanmi muhim bo'lgani Allohning shariatini hokimiyat o'rniga ko'tarish ibodatdir.
Kimki Allohning shariatini qonun qilaman, islom shariati bo'yicha yashayman degan umid bilan har qanday ish olib boradigan, uning qilganlari hammasi ibodatdir. Allohning shariatini ibodat o'rniga emas, balki foyda manfaat uchun qo'llanadigan kishilarni Alloh taolo ayblab mundoq degan. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jamoa payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. Agar haqiqat ularning tarbiyada bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisolamning haq hukm chiqaradiganligini bildiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. Yuqorqi oyat bayon qilingandek, ular o'z havoyi havasidan boshqa hech bir narsaga ahamiyat bermaydi. Ko'z qarshiga zid kelgan har qanday ishdan yuz o'riydi. Chunki ular Rasulullohning shariati bilan hukm qilish orqali Allohga qulchilik qilmaydi. Shariat bilan hukm qilmovchining hukmi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Kimlarki Alloh tushirgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Bu oyat Alloh subhanahu va taolo tuzib bergan shariat ahkomlari bo'yicha hukm qilmaslikning kufrlik ekanligini ifodalaydi. Bu kufrlik ba'zida cho'ng kufr bo'lib, kishini musulmonlikdan chiqarib tashlasa, ba'zida u kichik kufrning hukmida bo'lib, kishini gunohkor qiladi. Bu hukm qiluvchining ahvoliga bog'liqdir. Ya'ni, agar u Allohning shariatini ko'zga ilmasdan yoki uni hozirgi asrga mos kelmaydi deb e'tiqod qilganlikdan boshqa yerlik qonunlarni islom shariatidan afzal sangan holda mazkur qonun bilan hukm qilgan bo'lsa, shundaqla hozirgi zamon qonunlari bilan hukm qilish orqali kofir va munofiqlarning ko'nglini elishni maqsad qilsa, Allohning kitobi bilan hukm qilish vojib emas deb qarasa, mana bu kishi cho'ng kofir bo'ladi. Ya'ni bu kishi islom dinidan chiqqan bo'lib, kofir bo'lib ketadi. Agar u islom shariatining afzalligini e'tirof qilib turib, turli uzrlar tufayli yangi qonunlar bilan hukm chiqarsa, u kishi gunohkor bo'ladi, ya'ni kofir bo'lmaydi. Shuningdek, xususiy masalalardan biror masalada shariat hukmini bilmaganlikdan shariat bilan hukm qilman deb xatolashgan bo'lsa, buning uchun gunohkor bo'lmaydi. Balki uning yaxshi niyatiga yarasha mujtahidning savobi beriladi. Bu xususiy masalalar bo'lib, ammo umumning ishlariga aloqador bo'lgan masalalar farqli bo'ladi albatta. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundaq deydi: Agar hokim musulmon dindor odam bo'lib, ilmsizlik bilan hukm qilsa, do'zax ahlidan bo'ladi. Agar olim bo'lib, o'zi bilgan haqqa qarshi hukm qilsa, do'zax ahlidan bo'ladi. Agar adolatsiz va ilmsizlik bilan hukm qilsa, u do'zax ahlidan bo'lishga texmi loyiqdir. Bu xususiy, ya'ni shaxsiy masalalardagi hukmda shundoq bo'ladi. Ammo u musulmonlarning diniga aloqador bo'lgan hukmlarda, ya'ni haqni batil, batilni haq desa, sunnatni bid'atga, bid'atni sunnatga, yaxshilikni yomonlikqa, yomonlikni yaxshilikqa aylantirsa, Allah va uning rasulining buyrug'idan cheklasa, Allah va uning rasuli to'sgan ishlarga buyursa, bu butunlay boshqa turdagi maxluq bo'lib, qiyomat kunining egisi hamda sanoga mustahiq bo'lgan olamlarning Rabbi uning uchun o'zi hukm chiqardi. Ya'ni Allah intiqomini o'zi oladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: Hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Hisobinglarni o'zim olaman. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan: Allah haq dinni butun dinlar ustidan qilish uchun, butun dinlarning ustidan ustun qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhisolamning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Alloh yetarlikdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya yana mundaq deydi: Kimki
Allohning payg'ambarga nozil qilingan shar'iy qonun bilan hukm qilishni vojib deb e'tiqod qilmasa, kofir bo'ladi. Kimki kishilik turmushdagi diniy va ijtimoiy masalalarda aqidani chiqish, shariatni o'lcham qilmasdan o'z qarshida adil deb qaragan qonun bilan hukm chiqarsa, kofir bo'ladi. Alloh taolo insoniyatni tarixdan buyon adolatni barpo qilishga chaqirib keldi. Ilgari o'tgan ummatlar ichidan ba'zilar o'z peshvolarining ko'z qarashlarini adolat deb e'tiqod qildi. Shuningdek, musulmonlar ichidami kundalik hayotida uchraydigan diniy va ijtimoiy masalalarga hukm chiqarishda ilohiy qonun bilan emas, balki ota-bobolardan miros qolgan urf-odatlarga tayanib hukm chiqarsa, mazkur qonun insonlar hayotiga manfaatliroq deb e'tiqod qilsa, kofir bo'lib ketadi. Shayx Muhammad ibn Ibrohim Ali Shayx mundoq deydi: Agar kimki Allohning shariatining haq ekanligini, onun bilan hukm qilmasa, Allohga isyonkorlik bo'lganligini bilib turib, bir ikki qatim sodiq qilib salsa, bu kichik kufr deyiladi. Ammo reallik turmushda har vaqt insonlar tarafidan tuzilgan qonunlar bilan hukm qilishni ilgari sursa, hatto biz xato qilyapmiz, shar'iy hukm adolatliroq edi degan taqdirdami, amaliyotdagi inkori qilmish ularni dindan chiqarib tashlaydi. Ya'ni amaliyotdagi inkori qilmish qilayotgan ishlari islomga zid bo'lganligi uchun, shariat qonuniga zid bo'lganligi uchun ularni dindan chiqarib tashlaydi. Shayx yuqoridagi so'zlarda musulmonlar hayotida anda-sanda sodir bo'lgan juz'iy hukm bilan har vaqt inson uni uchrab turadigan umumiy hukmlar orasidagi farqni ochiq yo'ritib berish bilan birga, kimki shariat qonunini cho'rib tashlab, uning o'rniga insonlar tarafidan tuzilgan atalmish qonun tuzumlarini qo'ysa, shundoqla mazkur qonun tuzum shariat qonunidan afzal yoki real turmushga eng yaqin deb e'tiqod qilsa, bu qarash sohibini dindan chiqaradigan va tavhidga zid keladigan cho'ng kufr ekanligida hech shubha yo'qligini jazmlashtiradi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Shayx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. Ikkinchi bob tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Dam silish va tumor esish to'g'risida. Dam silish kasalliklardan shifo tepish umidi bilan duolarni o'qib, suplash yoki suvga o'qib ichirish demakdir. Dam silish ikki turlik bo'ladi. Dam silishning birinchi turi kasal kishiga Qur'on oyatlari va hadisda bayon qilingan duolarni yoki Allohning ism-sifatlarini o'qish bilan bo'ladigan dam silish bo'lib, bu joizdir, ya'ni qilsa bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolamning Qur'on oyatlarini o'qib dam solganligi va boshqalarni shunday qilishga buyurganligi haqida kelgan hadislar bu ishning durustligini isbotlaydi. Masalan, Avf ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq degan: Jahiliyat davrida dam solatdik. Payg'ambar alayhisolamdan: "Ya Rasululloh, buningga qanday qaraylar?" deb so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Avval qanday dam soldiganliklaringizni menga aytib beringlar. Dam solish Allohga shirik keltirganlik doirasiga kiradigan ishlarning xoli bo'lsa, joiz bo'ladi" dedi. Imom Suyuti mundoq degan: Islom olimlari 3 shart bilan dam solishning joiz ekanligiga birlikka kelgan. Qur'on oyatlari yoki Allohning ism-sifatlarini o'qish bilan bo'lishi, arab tili bilan ma'nosi tushunishlik bo'lishi, dam solishning o'zi shifo emas, balki Allohning izni va irodasi bilan ta'sir qiladi deb e'tiqod qilishdir. Mana bu 3 shart bilan dam solishga bo'ladi.
Kur'an ayetleri ve hadisde kelgan dualarni o'qish, arab tili bilan o'qish va shu dam sog'a vaqtida mushuni qilsam, mushi kasal cho'qim shifo topadi degan emas, balki Allohning izni bilan shifo topadi degan e'tiqod bilan o'qish. Dam solishning usuli tuvandikicha. Qur'on oyatlarini yoki Allohning ism-sifatlarini o'qib, kasalga suplash yoki suvga o'qib ichkizish orqali bo'ladi. Mana bu islom dinimizdagi to'g'ri bo'lgan dam solishning yo'llari, qoida va prinsiplari. Hamda dam solishning ikkinchi turi tuvandikicha. Ya'ni to'g'ri bo'lmagan dam solish tuvandikicha. Avliyo anbiyolarning, jin shaytonlarning, mazar mashayikhlarning va farishtalarning ismlarini atash va ularni vasila qilish orqali dam solishdan iborat bo'lib, bundaq dam solish Allohga shirik keltirishning turiga kiradi. Bu shariat hukmi bo'yicha haromdir. Payg'ambar alayhisalom bundaq qilishdan man'i qilgan, shundaqla ma'nisi tushuniksiz iboralarni o'qish bilan dam solishmi joiz emasdir. Ma'nisini belgili bo'lmaydigan, og'izga kelganini so'zlab dami soldim deb qildigan bundaq ish shariatimizda cheklangan xato ish. Tumar esish. Tumar kichik bolalarning yomon ko'zlardan va hasaddan saqlanishi umid qilib, ularning bo'yinlariga esib qo'yiladigan narsa demakdir. Tumarni gohida cho'nglar ma'sudu. Tumar esish tuvandagidek ikki turga ayriladi. Birinchi, Qur'on oyatlaridan yoki Allohning ism-sifatlaridan yozilgan tumar bo'lib, bu xildagi tumarning durust yoki emasligi to'g'risida islom ulamolari tuvandagidek ikki xil ko'z qarashga borgan. Birinchi, joiz degichilar. Bular o'z qarashlarini kuchga ega qilishda mashhur sahobalardan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu bilan Aisha radhiyallohu anha onamizning so'zlarini va Imom Ahmad ibn Hanbalning fatvolarini naql keltirgan. Ular tumar esishni cheklagan hadisni agar tumarda shirik so'zlar bo'lmasa durust deganlik bo'ladi deb izohat bergan. Ya'ni tumarga oyat yozilgan bo'lsa yoki hadislardan duolar yozilgan bo'lsa, bunda tumarlarni esish joiz deb qaragan. İkincisi, tumar esishni man'i qilguvchilar. Bular o'z qarashlarini kuchga ega qilish uchun Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Huzayfa qatorliq sahobalarning so'zlarini naql keltirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men Payg'ambar alayhisolamning dam solish, tumar esish va er-xotinlarni bir-biriga amroq qilish uchun o'qildigan va bir-biriga o'ch qilish uchun o'qildigan duo va yozildigan tilmaslarning ba'zisini shirkdir deganlikni anglagan edim" deydi. Bu qarashdagilar tumar esishning joiz emasligini tuvandagidek 3 sabab bilan kuchlantirdi. Birinchi, Payg'ambar alayhisalom dam solish, tumar esish va tilsim yozishning ba'zisini shirkdan sanagan. Ya'ni ba'zilarini shirkdan sanagan. Shirkdan saqlanish uchun bundaq shubhalik ishlarni qilmaslik kerak, bundaq ishlardan yiroq turish kerak deb qaragan. İkincisi, fasodchilikning oldini olish va xurofotlarga qarshi turish muhimdir, chunki bu ishlar odatda harom bo'lgan ishlarga yo'l ochadi deb qaragan. Uchinchidan, Qur'on oyatlari bilan yozilgan tumarlarni asqanlarmi go'ida uning hurmatini saqlay olmay gunohkor bo'ladi, chunki tumar asqanlar ko'pincha odatda hojatxonaga uning bilan kiradi deb qaragan. Jin shaytonlarning, avliyo va mazam mashayixlarning, farishtalarning va uning boshqa maxluqotlarning ismlari yozilgan tumarlar bo'lib, bu turdagi tumarlarni yozganlar va bilib turib uni asqanlar Allohga shirik keltirgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki umidini, arzusini Allohning g'ayriga bog'laydi ekan, Alloh uni
shu narsaga tashlab qo'yadi, Alloh unga yordam bermaydi. Yuqori hadisning ma'nosi shuki, Allohga tavakkul qilib, unga esilib va uningdan yordam so'rg'uvchilar uchun Alloh yetarlikdir. Kimki Allohni qo'yib maxluqdan yordam so'raydi ekan, yoki Allohning nomini va oyatlarini qo'yib maxluqotning nomlarini yozib bo'yinlariga esib oldi ekan, Alloh unda kishiga yordam qilmaydi. Uni o'ziga sherik keltirgan narsasi bilan tashlab qo'ydi. Halbuki u esib olgan narsalar uningga foyda ziyon yetkazolmaydi. Alloh har kimning dardiga darmon, ranjiga shifo bo'lg'uchi birli madadkordir. Uningdan boshqasiga ishonch qilgan va uningdan boshqasiga eslagan odam cho'qim ziyon tortquchidir. Musulmon kishi aqidasini buzadigan yoki zaharlaydigan moddiy va ma'naviy har qanday narsadan saqlanishi, joiz bo'lmagan ilojlarni qabul qilmasligi, dardlarning xalos bo'lish maqsadida turli sapsatvoz va aldamchi kishilarning huzuriga bormasligi lozim. Chunki ularning ma'naviyati kasal qilg'uvchi kishilardir. Chunki ular insonning ma'naviyatini kasal qilg'uvchi kishilardir. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uning barliq ishlariga kifoya qiladi. Ba'zi odamlar o'zida hissiy kasallik bo'lmasa-mu, ko'z tegish va hasaddan qo'rqib tumor osidi yoki mashina, ot uloq, uy do'konlarining eshiklariga tumor yoki ko'zmunchoq esib qo'ydi. Bu ishlarning hammasi aqidaning sustligi va Alloh taologa tavakkul qilishning zaifligidir. Aqida sustligi haqiqiy kasallik bo'lib, uni faqat tavhid va sog'lom aqidani o'zlashtirish orqali davolash lozim bo'ladi. Buning uchun Allohni ko'p aslash, Allohga ko'p tayinish, Allohga ko'p duo qilish, Alloh taolodan ko'p narsalarni tilash, har qanday orzu va maqsadlarni Alloh taolodan tilash bilan iymonimiz, tavhidimiz, Allohga bo'lgan tavakkulchiligimiz taqim kuchaydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydinglar ustoz Sheyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. 2-bob tavhidga zid keladigan va uniga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Materializm nazariyasining hayotlik falsafasi va uning xatolik to'g'risida. Hayotlik haqida ikki xil ko'z qarash bo'lib, uning biri materializm nazariyasi, yana biri to'g'ri nazariyadir. Birinchi, materializm nazariyasining hayotga bo'lgan qarashi inson tafakkurining g'oyasi bu dunyo manfaatligiga qaratilgan. Hayotdagi vazifasimi mazkur g'oyaning doirasidan chetmasligi. Shunaqla oxirat ishonchisidan yiroq holda bu dunyolik uchunla umr surishi demakdir. Ya'ni bu faqatlam dunyodalam yashab o'lib ketamiz, oxirat deydigan narsa yo'q, jannat davzax degan narsa yo'q deb ishonish. Bu materializmchilarning ishonishidir. Bu xatodir. Alloh bu dunyo hayotini oxirat hayot uchun tayyorlik ko'rish makoni qilib yaratgan. Bu dunyo oxiratlik uchun amal qilish, tayyorlik ko'rish va hozirlanish o'rni bo'lsa, oxirat mo'l hosil ilish o'rnidir. Kimki umrini yaxshi amallar bilan o'tkazadi ekan, u ikki dunyolik g'animatga erishadi. Kimki umrini fani dunyoning manfaatlariga bag'ishlaydi ekan, uning oxiratligi zoya bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu haqda mundoq degan: "U inson dunyo va oxiratda ziyon tortadi, bu ro'shan ziyondir." Ya'ni faqat dunyoni ko'zlaydigan inson dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Chunki dunyo mangu emas. Har qancha boy bo'lgan, har qancha saltanatga erishgan kishimi oxiri shu dunyodan ayrildi, texmo ziyon tortadi. Alloh taolo bu dunyoni bekorga yaratgan emas, balki bu dunyoni cho'ng hikmat va ulug'vor g'oya bilan yaratgandir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: "Sizlardan qaysinglarning
amalining yaxshi ekanligini sinab biqish uchun Alloh o'limni va tiriklikni yaratdi. O'lish, undan keyin oxiratga berish, Allohning oldida hisob berish bor. Alloh taolo yana bir oyatda insonlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Dunyodagi hamma narsa dunyoning zinnatidir. Oydan tortib kungacha hamma narsa. Alloh taolo bu hayoti dunyoda insonlarning ko'ziga chiliqib turadigan dunyoning zinnatlarini, ya'ni mol dunyo, farzand, izzat, obro'y, huquq, mansab va uningdan boshqa hayotlikdagi barliq ne'matlarni yaratdi. Bu ne'matlar hargiz bekor emas. İnsaniyat dünyasida ko'plagan kishilar o'zlarining bu qisqa hayoti va tafakkur g'oyasini fani dunyoning vaqtliq manfaati uchun bag'ishlab, o'zlari erishgan ne'matlarning mohiyati ustida ozroqmi tafakkur qilishmaydi. Shundaqla oxirat hayotini o'ylabmi qo'ymaydi. Balki oxirat ismli bir mangulik hayotning borligini inkor qilishadi. Ular bu dunyo hayotidan boshqa hayotlik borligiga ishonmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularning so'zlarini Qur'oni Karimda bayon qilib mundaq degan. Ular, ya'ni ba'zi insonlar hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz, oxirat deydigan narsa yo'q, qiyomat deydigan narsa yo'q, jannat do'zax degan narsa yo'q deb mushundaq e'tiqod qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu xil ko'z qarashdagi insonlarni ogohlantirib mundaq degan. Chuqumki, biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydigan, ya'ni oxiratni o'ylamaydigan, dunyo tirikchiligidan bahramand bo'lish bilan rozi bo'ldiganlar va uning bilan arom topadiganlar bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lganlardir. Ana shular o'zlarining bu yomon qilmishlari tufayli joyi do'zax bo'ladi. Yaxshi amallar orqali faqat dunyo manfaatini ko'zlagan kishilar to'g'risida Alloh taolo mundaq degan. Qilgan yaxshi amallar bilan faqat hayoti dunyoni, ya'ni hayoti dunyoda xushal-xuram yashashni va uning zibu zinnatlarini ko'zlaydiganlarga ularning amallarining ajrlarini bu dunyoda to'liq beramiz. Ya'ni ishliginiga yarasha bir narsalarni qo'lga keltirdi. Dünyada ularning ajridan hech narsa kamaytirilmaydi. Bundaqlarga oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi. Qilgan yaxshi amallari hisobga ilinmaydi. Chunki ular yaxshiligining mukofotini dunyoda ko'rib bo'ldi. Chunki ular qilgan yaxshi amallarda faqat dunyoda xushal yashashni, dunyoda yuz obro'ylik yashashni nom o'ylagan edi. Yuqorqi oyatlardagi tahdid va ogohlantirishlar amallar bilan bu dunyo manfaatini ko'zlaydiganlarning hammasini o'z ichiga oladi. Bundaqlar hayotlikni qadrlayolmaydigan, hayotlikni qadrlayolmagan va umrlarini foydasiz o'tkazgan, oxiratlik uchun nasibasi bo'lmagan, xuddi hayvonlarga o'xshash yeyish-ichishdan boshqani bilmagan kishilardir. Ular o'zlarining qimmatli umrlarini oqibatsiz vaqtliq dunyo uchun zayo qilganlardir. Hayvonlarmi o'zlarining oqibati uchun tafakkur qilmagandek, oxiratga ishonmaydiganlarmi o'zlarining aql parastini qo'llanmaganlardir. Alloh taolo ular to'g'riliq Muhammad alayhisolamga xitob qilib mundaq degan. Ey Muhammad alayhisolam, ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb o'ylamsan? Ya'ni sening nasihatingni anglaydi deb o'ylamsan. Ular tushunmaslikda faqat hayvonlarga o'xshashdir. Balki ulardan betar ozg'unlikdir. Ular hayvonlarga o'xshash aqlni ish qilolmaydi. Alloh taolo bu xil nazariya bilan, bu xil ko'z qarash bilan hayot yo'linishi hosil qilganlarning mohiyatda ilmsiz kishilar ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan butunlay g'aflatlidir. Ular yuzaki ilmga ega bo'lgan kishilardir.
Haqiqiy ilm egalari faqat bu dunyoni o'ylamaydi, oxiratni o'ylab qo'yadi. Gerçi ular fen texnika va sanoat bilimlerida cheklik seviyaga yetgan bo'lsa-mu, taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, ammo ular haqiqatni bilishda bilimsiz qolgan jahillardir. Chunki ularning ko'rishlari moddiy dunyoning ko'rinishiga qisqartirilgan bo'lib, metafizika, ya'ni moddiy sirti bo'lgan olamdan, ya'ni ruhiy olamdan, qiyomatdan g'aflatidir. Mana bu turdagi olimlarni haqiqiy ma'nodagi olim deyishga bo'lmaydi. Chunki haqiqiy olimlar Allohning ulug'ligini his qiladi va uning g'azabiga uchrab ketishdan hazar qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bundoq olimlarni sifatlab bundoq degan: Allohning bandalari ichida Allohdan faqat haqiqiy olimlar qo'rqadi. Ya'ni Allohning haqiqiy turda tunug'uchilar Allohdan haqiqiy qo'rqadigan kishilardir. Allah subhanahu wa ta'ala Qarunga taqilgan boyliqqa materialistik nazar bilan qarg'uvchilar haqidagi qissasini bayon qilib bundoq deydi: Qarun o'z vaqtida o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqib keldi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar koshki bizga Qarunga o'xshash nurg'ulg'an ne'matlar berilgan boyliq berishchu. U haqiqatan dunyolikdan bak cho'ng nisbi egasi ekan-ku. Dünya mənfəətini közləydiganlar Qarunның boyligini cho'ng nisva deb bilganga o'xshash, kunimizdimi imoni ojiz kishilar iqtisodiy va sanoat jihatlarda taraqqiy qilgan kofir davlatlarga xuddi Qarunning qavmlarining ichida shunda deb ketgan kishilarga o'xshash shunda qarab ketyotidi. Va ularni o'zlari uchun ulga deb biladi. Natijada ulardagi bu xil hissiyot ularning kufarlarni hurmatlashiga va nachar axloqlarini do'rashga olib boradi. Ularning ilm-fanga qiziqishidek ijobiy taraflarini do'rsak, fan texnikasini o'rgansak bo'ladi. Biroq ularning yomon axloqini o'rganishga bo'lmaydi albatta. Hayotlik haqidagi to'g'ri ko'z qarash shudur. İnsan bu hayatlık dünyasındaki mal dünya, güç-quvvat, aql-farosat, mansab va barliq narsalarni faqat oxirat hayot uchun vosita deb tushunishi. Himmatini, kuch-quvvatini bu dunyolik va oxiratlikdan iborat ikki dunyolik uchun bag'ishlashi kerakdir. Jannat ahlining oxiratda erishadigan mukofotlari ularning fani dunyoda qilgan yaxshi amallarining mahsulidir. Bu dünya jihad qilish, namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, ojizlarga yaxshilik qilish va uningdan boshqa barliq yaxshi amallarni qilishning makonidir. Oxirat bo'lsa, fani dunyoda ishlagan yaxshiliklarning mukofotini va yomonliklarning jazosini ko'radigan o'rindir. Oxiratda Alloh jannat ahli bo'lgan kishilarga yaxshi amallarni qilganliginglar uchun, ya'ni dunyoda yaxshi ishlarni qilganliginglar uchun xushal xuram yanglar, ichinglar bu jannatda mangu qilinglar deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmetullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarım. Hozir anglaydiganlar ustoz Sheyx Salih ibn Favzonning Tavhid kitobi. 2-bob Tavhidga zid qiladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Allohning g'ayri bilan qasam qilish. 1. Allohdan boshqasining nomi bilan, ismi bilan qasam qilish. Qasam ulug' bir zotning nomini atash orqali biror ishning rostligini ta'kidlash, rostligini so'zlash demakdir. Ulug'likqa faqat Alloh loyiqdir. Shunga qasam qilganda Allohdan boshqasining nomini atash to'g'ri emas. Agar Allohning g'ayri bilan qasam qilsa, bu ulug'likda Allohga maxluqotni shirk qilganlik bo'ladi. Qasam vallahi, billahi, tallahi degan lafzlarning biri bilan qilinadi.
Ya'ni qasam qilgan kishi ya vallahi yoki billahi va yoki tallahi, ya'ni Allohning nomi bilan qasam degandek mushu lafzlar bilan qasam qiladi. İbn Ömer radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның kimki Allah'tan başqa birinin namını atab qasam qildikan, o kafir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni kichik shirk degan hadisni bayon qiladi. Ya'ni bir odam Allohning boshqasining ismi bilan qasam qilsa, bu odam shirkning va kufrlikning bir turini qilib solgan bo'ladi degan. Qasam qilg'uchi qasamida nomini atagan birovni xuddi Allohni ulug'lagandek ulug'lab, yolg'on qasam qilsam, nomi atalgan mazkur zot meni jazolaydi degan e'tiqodda bo'lsa, uning qilgan qasami cho'ng shirk turiga kiradi. Ma'lumki, cho'ng shirkni sodir qilgan odam kofir bo'ladi. Agar u qasamida nomi atalgan kishini Allohga o'xshash ulug'likdan emas, faqat avam xalqda o'rtoqlashgan odatlarga ergishib, aytgan so'zining ma'nosini va xatirini bilmasdan shunda qasam qilgan bo'lsa, u kishi kofir bo'lmaydi, balki gunohkor bo'ladi. Ba'zi kishilar o'zlarining nazarida ulug' sanalgan avliyolarning, pirlarning va mazar mashayixlarning nomini atab yolg'on ishga qasam qilishdan chekinadi. Chunki ular yuqorqilardan xuddi Allohdan qo'rqqandek qo'rqidi. Mana bu cho'ng shirkdir. Chunki qasam degan eng ulug' birning nomini atash orqali qilinadi. Eng ulug' zot Allohdir. Allohdan boshqasini haqiqiy ulug'likqa haqliq emas deb ishonish lozim. Allohdan boshqasi haqiqiy ulug'likqa haqliq emas. Şoň musulmonlar qasam qilmoqchi bo'lganlarda faqat Allohning nomi bilan qasam qilishga buyurilgan. Qasam qilish o'zining rostchiligini ifodalash uchun Allohni guvoh qilish deganlik bo'lganlikdan, yolg'on ishqa Allohni guvoh qilish og'ir gunohdir. Chunki bu yolg'on ustiga yolg'onchilikdir. Rost ishlarga qasam qilish joiz bo'lgan bo'lsa-mu, ha deb qasam qilaverishmi yaxshi ko'rilmaydi. Köp qasam qilg'uvchilarni Alloh taolo yoqtirmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammad alayhisolamga xitob qilib, "Ey Muhammad alayhisolam, qasamxo'r, past odamga itoat qilmag'in" deb ko'rsatgan. Alloh taolo Qur'oni Karimning yana bir oyatida "Qasaminglarga rioya qilinglar, kelmas ishlarga qasam qilmanglar" degan. Allohning nomini qo'llanib turib, to'liq qasam qilish va yolg'on ishlarga Allohni guvoh qilish Allohga adabsizlik qilganlikdir. Bunda qilish tavhidning ruhiga uyg'un kelmaydi. Payg'ambar alayhisalom bunday degan: 3 xil odamga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni so'zlamaydi. Ularning gunohlarini kechirmaydi. Ularni qattiq azoblaydi. Ular kimlar? Birisi Allohning nomini qasam qilib olgan. Bir narsa olsa-mu qasam qildigan, bir narsa satsa-mu qasam qildigan odam. Bundaq odamga qiyomat kuni Alloh qarabmi qo'ymaydi. Gunohini ham kechirmaydi. Undaq odamga qattiq azob qiladi. Allohning nomini atab turib, yolg'on ishga qasam qiluvchilarni Alloh qiyomat kuni qattiq jazolaydi. Shundaqla uning nomini atab kelmas qasam qilish Alloh taologa hurmatsizlik qilganlik bo'lib, Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni o'zlari bilib turib yolg'onni qasam ichidi deb Qur'oni Karimda sifatlagan. Xulosalab degan vaqtimizda birinchi, qasam qilganda Allohning nomini atmasdan payg'ambarning yoki avliyolarning amonat yoki xoni kabining nomini atash cheklangandir. İkinci, Allohning nomini atab turib, yolg'on ishga qasam qilish munofiqlarning odatidir. Bunda qilguvchilar og'ir gunohkor bo'ladi. Uchinchi,
Allohning nomini atab rost ishqa bo'lsa-mu, kelsi kelmas qasam qilaverish yaxshi ish emas. Chunki payg'ambar alayhisalom kim bir ishga qasam qildi ekan, ya'ni Allohning nomi bilan qasam shu ishni qilaman deb qasam qildi ekan, u odam u ishni cho'qim qilish kerak. Madomiki shu ish shariatda cheklanadigan ishlar bo'lmasa, u ishni qilish u kishining gadiniga vojib bo'ladi. Chunki qasam qilganlik uchun. Agar shu ishni shu odam qilmagan bo'lsa, shu qasamiga kafarat berish kerak. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bu haqda ochiq oyat nozil qilgan. 4. Qasam qilishga to'g'ri kelganda Allohning nomini atab rost ishqa, to'g'ri ishqa qasam qilishga bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz muhtaram diniy qarindoshlarim. Hozir anglaydiganlar ustoz Sheyx Salih ibn Fawzonning Tavhid kitobi. 2-bob tavhidga zid keladigan va uningga nuqson yetkazadigan so'z va harakatlar. Dam silish va tumor esish to'g'risida. Dam silish kasalliklardan shifo tepish umidi bilan duolarni o'qib, suplash yoki suvga o'qib ichirish demakdir. Dam silish ikki turlik bo'ladi. Dam silishning birinchi turi kasal kishiga Qur'on oyatlari va hadisda bayon qilingan duolarni yoki Allohning ism-sifatlarini o'qish bilan bo'ladigan dam silish bo'lib, bu joizdir, ya'ni qilsa bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolamning Qur'on oyatlarini o'qib dam solganligi va boshqalarni shunday qilishga buyurganligi haqida kelgan hadislar bu ishning durustligini isbotlaydi. Masalan, Avf ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Jahiliyat davrida dam salatdiq. Payg'ambar alayhisolamdan: "Ya Rasululloh, buningga qanday qaraylar?" deb so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Avval qanday dam soldiganliklaringizni menga aytib beringlar. Dam solish Allohga shirik keltirganlik doirasiga kiradigan ishlarning xoli bo'lsa, joiz bo'ladi" dedi. İmam Suyuti mundaq degan: İslam olimlari 3 shart bilan dam solishning joiz ekanligiga birlikka kelgan. Qur'on oyatlari yoki Allohning ism-sifatlarini o'qish bilan bo'lishi, arab tili bilan ma'nosi tushunishlik bo'lishi, dam solishning o'zi shifo emas, balki Allohning izni va irodasi bilan ta'sir qiladi deb e'tiqod qilishdir. Mana bu 3 shart bilan dam solishga bo'ladi. Qur'on oyatlari va hadisda kelgan duolarni o'qish, arab tili bilan o'qish va shu dam solgan vaqtida mushuni qilsam, mushi kasal cho'qim shifo topadi degan emas, balki Allohning izni bilan shifo topadi degan e'tiqod bilan o'qish. Dam solishning usuli tuvandikicha: Qur'on oyatlarini yoki Allohning ism-sifatlarini o'qib, kasalga suplash yoki suvga o'qib ichkizish orqali bo'ladi. Mana bu islom dinimizdagi to'g'ri bo'lgan dam solishning yo'llari, qoida va prinsiplari. Endi dam solishning ikkinchi turi tuvandikicha. Ya'ni to'g'ri bo'lmagan dam solish tuvandikicha. Avliyo anbiyolarning, jin shaytonlarning, mazar mashayikhlarning va farishtalarning ismlarini atash va ularni vasila qilish orqali dam solishdan iborat bo'lib, bundoq dam solish Allohga shirik keltirishning turiga kiradi. Bu shariat hukmi bo'yicha haromdir. Payg'ambar alayhisalom bundoq qilishdan man'i qilgan. Shundaqla ma'nosi tushuniksiz iboralarni o'qish bilan dam solishmi joiz emasdir. Ma'nosini belgili bo'lmaydigan, og'izga kelganini so'zlab dam soldim deb qildigan bundoq ish shariatimizda cheklangan xato ish.
Tumar esiş. Tumar kichik bolalarning yomon ko'zlardan va hasaddan saqlanishi umid qilib, ularning bo'yinlariga esib qo'yiladigan narsa demakdir. Tumarni gohida cho'nglar ma'sudu. Tumar esish tuvandagidek ikki turga ayriladi. Birinchi, Qur'on oyatlaridan yoki Allohning ism-sifatlaridan yozilgan tumar bo'lib, bu xildagi tumarning durust yoki emasligi to'g'risida islom ulamolari tuvandagidek ikki xil ko'z qarashga borgan. Birinchi, joiz degichilar. Bular o'z qarashlarini kuchga ega qilishda mashhur sahobalardan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu bilan Aisha radhiyallohu anha onamizning so'zlarini va Imom Ahmad ibn Hanbalning fatvolarini naql keltirgan. Ular tumar esishni chekilgan hadisni agar tumarda shirik so'zlar bo'lmasa durust deganlik bo'ladi deb izohat bergan. Ya'ni tumarga oyat yozilgan bo'lsa yoki hadislardan duolar yozilgan bo'lsa, bunda tumarlarni esish joiz deb qaragan. İkincisi, tumar esishni man'iy qilguvchilar. Bular o'z qarashlarini kuchga ega qilish uchun Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Huzayfa qatorliq sahobalarning so'zlarini naql keltirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men Payg'ambar alayhisolamning damsilish, tumar esish va er-xotinlarni bir-biriga amroq qilish uchun o'qildigan va bir-biriga o'ch qilish uchun o'qildigan duo va yozildigan tilmaslarning ba'zisini shirkdir deganlikni anglagan edim", deydi. Bu qarashdagilar tumar esishning joiz emasligini tuvandagidek 3 sabab bilan kuchlantirdi. Birinchi, Payg'ambar alayhisalom damsilish, tumar esish va tilsim yozishning ba'zisini shirkdan sanagan. Ya'ni ba'zilarini shirkdan sanagan. Shirkdan saqlanish uchun bundaq shubhalik ishlarni qilmaslik kerak, bundaq ishlardan yiroq turish kerak deb qaragan. İkincisi, fasodchilikning oldini olish va xurofotlarga qarshi turish muhimdir, chunki bu ishlar odatda harom bo'lgan ishlarga yo'l ochadi deb qaragan. Uchinchidan, Qur'on oyatlari bilan yozilgan tumarlarni asqallarmi go'ida uning hurmatini saqlay olmay gunohkor bo'ladi, chunki tumar asqallar ko'pincha odatda hojatxonaga uning bilan kiradi deb qaragan. Cin şeytanlarının, evliya ve mazam maşayihlarının, periştilerinin ve onunla başka məxluqatlarının isimleri yazılgan tumarlar bulup, bu türdeki tumarlarını yazganlar ve bilip durup onu asqanlar Allah'a şirk keltirgen buludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Kim ki ümidini, arzusunu Allah'ın gayriga bağlaydı iken, Allah onu şu narsaga tashlab qo'yadi, Allah onunğa yardım vermeydi." Yuqori hadisning ma'nosi shuki, Allohga tavakkul qilib, onunğa esilib va onundan yordam so'rg'uvchilar uchun Allah yetarlikdir. Kimki Allohni qo'yib maxluqdan yordam so'raydi ekan, yoki Allohning nomini va oyatlarini qo'yib maxluqotning nomlarini yozib bo'yinlariga esib oldi ekan, Allah unda kishiga yordam qilmaydi. Onu o'ziga shirk keltirgan narsasi bilan tashlab qo'ydi. Halbuki u esib olgan narsalar uningga foyda ziyon yetkazolmaydi. Allah har kimning dardiga darmon, ranjiga shifo bo'lg'uchi birli madadkordir. Uningdan boshqasiga ishonch qilgan va uningdan boshqasiga esilgan odam cho'qim ziyon tortquchidir. Musulmon kishi aqidasini buzadigan yoki zaharlaydigan maddi ve manevi her qanday narsadan saqlanishi, joiz bo'lmagan ilojlarni qabul qilmasligi, dardlarning xalos bo'lish maqsadida turli sapsatvoz va aldamchi kishilarning huzuriga bormasligi lozim. Chunki ularning ma'naviyati kasal qilguvchi kishilardir. Chunki ular insonning ma'naviyatini kasal qilguvchi kishilardir. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Allah uning barliq ishlariga kifoya qiladi. Bazı adamlar özüde hissi kesillik bulmusu mu,
ko'z tegish va hasaddan qo'rqib tumor osidi yoki mashina, ot uloq, uy do'konlarning eshiklariga tumor yoki ko'zmunchoq esib qo'ydi. Bu ishlarning hammasi aqidaning susluqi va Alloh taologa tavakkul qilishning zaifligidir. Aqida susluqi haqiqiy kasallik bo'lib, uni faqat tavhid va sog'lom aqidani o'zlashtirish orqali davolash lozim bo'ladi. Buning uchun Allohni ko'p aslash, Allohga ko'p tayinish, Allohga ko'p duo qilish, Alloh taolodan ko'p narsalarni tilash, har qanday orzu va maqsadlarni Alloh taolodan tilash bilan iymonimiz, tavhidimiz, Allohga bo'lgan tavakkulchiligimiz taqim kuchaydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Hürmetlik aziz muhterem dini qarindoshlarım. Hazır anlaydığınlar Ustaz Şeyh Salih ibn Fawzan'ның Tevhid kitabı. 3. bab Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeler hakkında itiqad qilish zor bo'lgan masalalar. 2. Peygamber aleyhisselamni madhilashda chekdan oshmaslik. Peygamber aleyhisselam sahabelerinin onu madhilashda shariatning ko'rsatmalaridan chetnab ketishdan to'sab mundaq degan. Hristiyanlar, ya'ni Nasaralar Maryam o'g'li Ayso alayhissalomni madhilashda dinning belgilamasini chetnab ketib, uni iloh qilib olgandek, meni madhilashda oshirvatmanglar. Men faqat banda, meni Allohning bandasi va uning elchisi denglar. Ya'ni Nasaralar Ayso alayhissalomni madhilashda chekdan oshirib ilohlik darajasiga ko'targandek, meni yolg'on maqtashlar bilan maqtamanglar. Meni Rabbim nima degan bo'lsa, nima bilan sifatlagan bo'lsa, shuning bilan sifatlanglar. Meni Allohning bandasi va elchisi denglar degan. Peygamber aleyhisselamga bazı sahabeler o'zlari bizning xo'jamiz deganda, Peygamber aleyhisselam ularga raddiya berib, xo'ja Alloh taolodir degan. Kishilar Peygamber aleyhisselamga, "Ya Rasululloh, siz bizning eng yaxshi kishimiz, yaxshimizning o'g'lisiz. Siz bizning xo'jamiz, xo'jamizning o'g'lisiz" deganda, Peygamber aleyhisselam ularga raddiya berib, "Ey insonlar, mening haqqimda to'g'ri so'z qilinglar. Shayton sizlarni azdurmasin. Men Allohning elchisi va uning bandasi bo'lgan Muhammadman. Sizlarning Alloh meni ko'targan bu martabadan oshirib, dinning belgilamasidan chetnab ketishinglarni yoqtirmayman" degan. Peygamber aleyhisselam bütün insoniyatning iftixori va hammaning sarxilidir. U shundoq turib yanala o'zi uchun bizning xo'jamiz, ulug'imiz va yaxshimiz, afzalimiz degandek iboralarning qo'llanishini yoqtirmagan. Bu iboralar garchi xato yoki mubolag'a bo'lmasdan to'g'ri madiha bo'lsa-mu, keyingilarning oshirib, uni payg'ambarga munosib kelmaydigan ilohiy sifatlar bilan sifatlash darajasiga yetib qilishdan ehtiyot qilib, bu iboralarni o'zi uchun qo'llanishdan kishilarni man'iy qilgan. Shundaqdimi, ba'zi toifalar Peygamber aleyhisselamning tavsiyalariga xiloflik qilib kelmoqda. Uni madihlash va uningga ixlos qilish shuari ostida uningdan hojatlarni so'raydigan. "Ya Rasululloh, uni basla, buni basla" deydigan. Qasam qilganda uning nomini ataydigan. Ya'ni payg'ambarim bilan qasam deydigan. Shundaqla Allohning haqqi bilan payg'ambar haqqini farq qilmasdan shirkka ilib boradigan bid'atlarni sodir qildi va qilyotdi. Haqiqiy saf aqidalik musulmon bunda xato illatlardan, bunda xato e'tiqodlardan yiroq turish lozim. Bularning tafsiloti tuvandikicha. 1. O'liklardan duo tilash to'g'ri emas. Chunki o'liklar tiriklarning duolariga muhtojdir. Ular tiriklarga duo berishga va ularning hojatlarini ravo qilishga qodir emasdir. Peygamber aleyhisselamning sahabeleri Peygamber aleyhisselamdan keyin uning ruhidan,
yoki uning qabrisidan duo va shafoat so'ragan emas. Madinada qahatchilik bo'lgan vaqtda Umar ibn Xattob va Muaviya ibn Abu Sufyan va ular bilan birga bo'lgan sahobalar shu vaqtda hozir bo'lgan Abbos va Yazid ibn Asvad qatorliq peshqadam sahobalarni Allohga vasila qilib, yomg'ir yog'dirib berishni tilab duo qilgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Allohga munojat qilib mundoq degan: "Ey Alloh, biz payg'ambarimizni sana vasila qilib, sendan suv talab qilganimizda bizga suv ato qilgan eding. Endi payg'ambarimiz hayot bo'lmaganlikdan uning tog'asi Abbosni sana vasila qilib, sana duo qilyapmiz, bizga yomg'ir yog'dirib bergin." O'liklardan duo tilash yoki madad so'rash duo qilgan vaqtida vasila qilish to'g'ri bo'lgan bo'lsa edi, albatta sahobalar payg'ambar alayhisolamning qabrisiga kelib duolarda uni vasila qilgan bo'ladi. Ikkinchi, duoda payg'ambar alayhisolamning hurmatini vasila qilish. Shuningdek, uningdan boshqalarning hurmatini vasila qilib duo qilish durust emas. Rasulullohning hurmatini vasila qilib duo qilishning durust ekanligi to'g'risidagi, agar Allohdan hojatinglarni so'rasanglar, mening hurmatimni vasila qilib so'ranglar, chunki Allohning dargohida mening hurmatim buyukdir degan hadis yolg'on hadisdir. Musulmonlar asoslanadigan manba kitoblarning hech qaysida yuqori hadisning sog'lom, to'g'ri ekanligi qayd qilinmagan, yozilmagan. Shundaqla ahli ilmlarning birarsimu bu hadisni dalil sifatida keltirmagan. Madamiki dalil sog'lom bo'lmaydi ekan, to'g'ri bo'lmaydi ekan, unga amal qilish durust emas. Chunki ibodat sog'lom va ro'shan dalil bilan isbotlanadi. Uchinchi, maxluqni duoda vasila qilib duo qilish durust emas. Chunki Alloh taolo maxluqning vasila qilinishini duoning ijobat bo'lishidagi sabablardan qilmadi va shariatda ham yo'lga qo'ymadi. To'rtinchi, maxluqning haqqi bilan deb vasila so'rash tuvandagi ikki turlik sabab bilan joiz emas. Birinchi, Allohda hech kimning haqqi yo'qdir. Allohning insonlarga ato qilganlari va va'da qilganlarining hammasi uning saxovatidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi degani uning mu'minlarga qilgan iltifotidir. U biror xizmatning badali emasdir. Allohga itoat qiluvchi fazilat va ne'matni iborat har turli mukofotga haqliq bo'ladi. Bu bir maxluqning boshqa bir maxluqning yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytarishiga o'xshamaydi. Ikkinchi, Alloh taolo biror bandasiga fazl marhamat qilgan bo'lsa, bu Alloh taoloning o'ziga xos haqqi bo'lib, uning o'zi g'ayr bilan hech aloqasi yo'qdir. Uning o'zidan g'ayr bilan hech aloqasi yo'qdir. Kimki vasila qilishga haqliq bo'lmagan narsa bilan Allohga vasila qilsa, o'ziga aloqasi yo'q, noma'lum narsa bilan vasila qilgan bo'ladi. Shundaqla mazkur qilmishi u kishiga hech qanday foyda keltira olmaydi. Ammo senden hacetimni tilgüchi barliq kishilarning haqqi hurmati bilan so'rayman degan hadisning isnodi, ya'ni rivoyat yo'llari bir kishiga kelgucha, ya'ni Atiya al-Avfiga chetilgan bo'lib, ulamolar mazkur hadisning zaifligida birlikka kelgan. Yuqoridagi zaif hadislar haqida aqida ishlariga tava bo'lgan ushbu muhim masalada dalil qilinmaydi. Bu hadisda muayyan bir shaxsning haqqi bilan emas, balki umumiy so'rg'uvchilarning haqqi bilan vasila qilish ko'zda tutilgan bo'lib, Alloh taolo o'ziga iltijo qiluvchilarning duosini ijobat qildiganligini va'da qilgan. Bu Alloh taoloning bandalar uchun o'zi vojib qilgan haq bo'lib, uni u zotga hech kim vojib qilgan emas. Demak, bu Alloh taologa maxluqning haqqi bilan emas, balki uning chin va'dasini vasila qilganlikdir.